Salom do'stlar. Bu bizning Adobe Photoshop to'g'risidagi ikkinchi darsimiz. Bu darsimizda a, o'zim Photoshop nima qilinadi? Photoshopni o'zimizga moslashtirib olamiz, ya'ni nastroyka qilib olamiz. Birinchi navbatda oddiy bitta oyna ochib olaylik. Xo'p, mana shu bo'ladi. Xo'p, Photoshop dasturiga kirganimizdan keyin birinchi navbatda bizda to'g'irlanishi kerak bo'lgan joyi bu Photoshopning mana bu qismida. Yangi ustanovka qilgan paytimiz Absolutely Essentials degan menyu ochiq bo'ladi. Bundan tashqari mana bu 3D bor. 3D dan tashqari Graphic and Web. Biz asosan mana shu grafik va web menyusida ishlaymiz. Absolutely shunga qo'yilishi kerak. Bundan tashqari mana oynamizda umuman o'sha Photoshop dasturini o'zingizga moslashtirib olishlaringiz mumkin. Bu F tugmasi orqali bajariladi. F tugmasi mana bosilganda oynalar qisqarishi mumkin. Xo'p. Ctrl K kombinatsiyasi orqali nastroykaga kirib olamiz. U Ctrl K orqali agar kirmasa, edit bo'limidan preference menyusiga o'tiladi. Bundan general bo'limiga o'tiladi. Xo'p. General bo'limda hech narsaga tegilmaydi. Ikkinchisi interface bo'limi. Interface bo'limida Photoshopning rangini to'g'irlashimiz mumkin. Yarkiroq, to'qroq. Asosan to'qroq qilib ishlatilgan ma'qul, chunki kechqurun yoki orqa fon, kompyuterning orqa foni qorong'uroq bo'lgan vaqtlarda ham yoki yorug'roq bo'lgan vaqtlarda ham ko'z nuri ko'zimizda olib qo'yilishi kerak emas. Xo'p, bu yerda language degan joyi bor. Bu yerda mana ingliz tili international turibdi. Shu joyda turilishi kerak. Xo'p, workspace. Agar oynalar mana bu ko'rinishda ochilishini xohlamasangiz, Open Document as Tabs degan joyi o'chirib qo'yiladi va bunday ochilmaydi. Bu отдельно oynalarda ochiladi. Tools. Xo'p. Yo'q. History. Xo'p, mana bu performance joyidan History degan joyi bor. Bu ya'ni orqaga qaytishning 50 martagacha qayta oladi. Endi bu narsani xohlasalaringiz to'g'irlab olishlaringiz mumkin. Bu asosan kompyuterning operativ xotirasiga qarab default o'zgarib turadi. Xo'p, bu yerda hech narsaga teginmaymiz. Bu saqlanib bo'ladigan joylar. Kurs. Mana bularda ikkalasini ham tak santimetr bu pikselga o'tkaziladi. Bo'ldi. Boshqa narsa o'zgartirilmaydi. Shu ikkinchi darsimiz shundan iborat. Xayr, salomat bo'ling.